And what we have to do now is see how we can gather evidence in order to carry out further steps according to the Genocide Convention. It's going to take time to do that, but we can't back away from the work that's required. Kanada'nın Birleşken Devletler Teşkilatı'da turuşluq baş elçisi BDT'nin kişilik hüquq kengişini Xitayning Uyg'urlarga qaratgan ziyankeşliklerinin irqiy qirg'inchilik kategoriyasiga yatmaydiganligi ustidan tekshirish ilib berishga chaqirgan. Elchi Bob Ri bu so'zlarni Kanada media shirkati CBC'ning ziyoratini qabul qilganda o'tirib qo'ygan. There's no question that there's aspects of what the Chinese are doing that fits into the definition of a genocide in the Genocide Convention. U mundaq degan. Şübhəsizki Xitayning qilayotganlarining irqiy qirg'inchilik ahdnomasidagi irqiy qirg'inchilikqa berilgan aniqlamalarga mos keladigan taraflari bor. Ammo ahvol shundoq ekan, u sizdan uchur to'plash jarayonini boshdan ko'chirishni hamda bu xil ayblashlarni qo'llaydigan dalil-ispatlarga erishganligimizni jazmlashtirishni talab qiladi. Oldin qayda Kanada parlamenti doklad e'lon qilib, Xitoyning Uyg'urlarga qaratgan jazo lagerlari keng ko'lamlik tutib turish, majburiy emgak selish va nopus kontrol qilish qatorliq qilmishlarning irqiy qirg'inchilikqa berilgan aniqlamalarga dal keldiganligini jakarlagan. Ma'lum bo'lishicha, Bob Ray ilgari Kanadaning Bermuda turishliq alohida elchisi bo'lib vazifa o'tagan. U ziyorat jarayonida yana Kanadaning Uyg'ur xalqining nidosiga quloq yopirib tura olmaydiganligini bildirgan. We cannot back away from looking hard at what is going on in Xinjiang province.